Semurg sanatoriyasi ochilganiga necha yil bo'ldi? Semurg sanatoriyasi o'z ish faoliyatini boshlaganiga 35 yil bo'ldi. Aynan sizlarni sanatoriylarda qanaqa lecheniyalar bor? Bizning sanatoriyada 30 dan ortiq lecheniya turlari bor. Mineralniy dush, vanna, tuzli xona, ozon terapiya, fizioterapiyalarning 10 xildan ortiq turi bor. Massaj, sauna, basseyn, kechishni alashiniya va muolajalarning boshqa turlari bor. Sizlarning sanatoriylarda necha kundan necha kungacha dam olish mumkin? Bizning sanatoriyada 5 kundan 14 kungacha dam olish mumkin. Sizlarning sanatoriyalardan mineralniy suv chiqargan, shu gap to'g'rimi? Albatta, bizning sanatoriya hududidan 58 gradus qaynoqlikda mineralniy suv chiqadi. Bu suv oshqozon, ichak, jigar, o't qopi yo'llariga foydali. Qandli diabet, yuqori qon bosimi va ko'pgina kasalliklarga davo bo'ladi. Manzilinglar qayerda joylashgan? Semurg sanatoriyasining manzili Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan. Yanada ko'proq ma'lumot uchun ekranda qoldirilgan raqamlarga murojaat qiling. Shaxsan o'zim aloqaga chiqaman.